Qurbon hayiti kunlari million o'zbekistonliklar 2016-yilda Shavkat Mirziyoyev davlat boshqaruviga kelgani uchun Allohga ko'p va xo'p shukronalik aytdi. Buni qayta takror va takror aytishdan charchamaymiz. Boisi shukrona aytishga sabablar bisyor. Hajga boruvchilar soni karrasiga oshdi. Bunga shukrona aytmay bo'ladimi? 100 nafar yurtdoshimiz prezident hojilari degan sharafga sazovor bo'lib, yurt rahbari hisobidan Allohning farzini ado etdi. Buning uchinchi shukrona aytmay bo'ladimi? Ochig'i bundan 10 yil avval masjidga borishga, hayit namozlariga chiqishga ham hayiqib qolgandik. Hali o'sha qo'rquvlar esimizdan chiqqani yo'q. Bugungi kunlar uchun hamd va sano aytmay bo'ladimi? Hozirgi hayotimiz xalqimizning duolari Allohga yetib borganining tasdig'i emasmi? Bu yilgi ulug' ayyomga juda puxta tayyorgarlik ko'rildiki, bu darajadagi xalqparvarlik to'g'risi har qanday insonni to'lqinlantirib yuboradi. Agar biroz badiiylashtirib aytadigan bo'lsak, davlat rahbarining mehr nuri mamlakatdagi barcha oila, har bir xonadonga kirib bordi. Bu ezgulik nuri dillarni charog'on qildi. Uzoqqa bormaymiz. Haj amallari ado etilishidan 3 kun avval davlat rahbari O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar bilan telefon orqali muloqot qilib, ziyoratchilarimizning sihat salomatligi, kayfiyati va ular uchun yaratilgan sharoitlarni surishtirgani o'z fuqarosining xorijdagi har bir qadami uchun qayg'uradigan millat yetakchisining otalik g'amxo'rligi edi. Albatta, bunday g'amxo'rlik, bu darajadagi sersavob ishlar beiz ketmaydi. Ko'zida yosh, qalbida cheksiz shukronalik bilan Ka'bani tavof qilgan hojilarimizning tinchlik, farovonlik hamda davlat rahbari haqqiga qilgan duolari ijobat bo'lishi muqarrar. Allohga shukrki, keyingi paytlarda yurtimizda hamma sohada juda katta islohotlarning guvohi bo'lyapmiz. Hamma sohada, nafaqatgina aytaylik bu diniy ma'rifiy sohada, boshqa sohalarda ham diniy ma'rifiy sohada qilinayotgan islohotlar bugungi kunda mubolag'asiz aytaman, qariyb 100 yil buyog'idagi orzular, 100 yillab ustozlarimiz, o'tmish ajdodlarimiz yig'lab orzu qilgan kunlarga Alloh taolo bizni yetib keldik. Juda ham katta islohotlar bo'ldi. Masalan, mana shu hajni o'zini olaylik yoki bo'lmasa diniy ta'limni olaylik. Bir paytlar madrasa, diniy ta'lim muassasalari 10 ta edi, xolos hozir 14 ta bo'ldi. Mir Arab madrasasi oliy madrasa bo'lib yana bitta bino qilindi va Mir Arab oliy madrasasi bo'ldi. Buni eslayotganim bu ham bir tarixiy voqea, chunki Mir Arab madrasasi 500 yillik tarixga ega. Lekin bilasiz, mana shu 500 yil ichida 500 yil o'tgandan keyingina muhtaram prezidentimiz tomonidan Mir Arab madrasasini yana qayta oliy madrasaga aylantirildi. Masjidlarimizni ochilishligi, masjidlarning obod bo'lishligi, xalqimizni bemalol emin erkin ibodat qilishligi. Yillar davomida bir savolni bersa biz qochar edik. Odamlar bizga savol berardiki, Qur'onni qayerda o'rganamiz? Bir musulmon o'raro biz ham bir Qur'on o'qishni o'rganaylik deb. Mana shu savolni berishlardan qochib yurardik. Alloh taolo prezidentimizga uzoq umr bersin. Ilohim mana shu Qur'on ta'limiga berilayotgan savobdan ularni bahramand qilsin. Mana hozir yurtimizda 30 ta Qur'on ta'lim markazlari ochildi. 60-70 minglab odam yakunlab chiqyapti. Bir yilda shuncha 17 yoshdan boshlab to yoshlar keksalargacha yoshi ulug' bo'lgan odamlar yig'lab kelib ta'lim olyaptilar. Qur'on o'qishni o'rganyaptilar. Mana o'zimiz ham guvohi bo'lyapmiz. Hozir haramga kirsak, deyarli 70% yurtdoshimiz qo'lda Qur'on. Hammalari qo'lda tasbih. Bu degani demak Allohga shukr, diniy ta'limlar, diniy Qur'on kurslarining katta bir bizga manfaati bo'ldi. Albatta bu mana shu yurtimizdagi katta bir islohotlarni ko'rinishi bo'ldi. Darhaqiqat, prezidentimiz rahnamoligida inson qadrini yuksaltirish yo'lidagi ezguliklar tufayli mamlakatimizdagi har bir oilaga nur kirib boryapti. Ko'ngillar ziyoga to'layapti. O'tgan 10 yil ichida amalga oshirilgan bu kabi xayrli ishlarning samaralarini bir sanab adoga yetish amri mahol. Birgina joriy yilning 4 oyi ichida yangi O'zbekistonimizda inson qadri, inson baxti va uning manfaatlari yo'lida qilingan savobli amallarga bir qur nazar tashlashning o'zi kifoya. Juda ham katta bir xursandchilik bo'lib ketdi. Qolaversa, butun ummat uchun katta tuhfa bo'ldi. Bu Toshkent shahrimizda, poytaxtimizdagi Islom sivilizatsiya markazi va Samarqanddagi Imom Buxoriy majmuasi. Bu prezidentimizning shaxsan o'zlarining tashabbusi, bu loyihasi desak bo'ladi. Bu binoning muallifi ham
ma'naviy muallifi ham shaxsan prezidentimiz o'zlari. Islom sivilizatsiya markazini bino qilishlikdan ko'zlangan maqsad ham butun dunyoga bu yurt sivilizatsiya markazi bo'lganligini, bu dunyo tamadduniga tosh qo'ygan yurt ekanligini bildirish edi. Ana o'shuning uchun hozir qarang, sivilizatsiya markaziga har qanday odam kirsa faxr qilib chiqadi. Ayniqsa prezidentimizning o'zlarini gaplari bor. Mana shu sivilizatsiya markazini bino qilganlarda aytadilarki, bu yerga kirgan yoshlarimiz, bu yerga kirgan mana shu bizning vatandoshlarimiz shu sivilizatsiya markaziga kirib chiqar ekan, shu vatanda tug'ilib o'sganligi uchun g'urur paydo bo'lib chiqish kerak degan. Haqiqatda shunday bo'lyapti. Tarixga qaraydigan bo'lsak, Imom Buxoriy bo'lib dunyoga tanilibdiki, har zamonda o'ziga yarasha ehtirom, hurmat ko'rsatilgan bo'lsa-da, lekin bugun u zot olamdan o'tib ketgandan keyin shuncha asr o'tib, bugungidek hurmat, ehtirom ko'rsatilmagan. Mana borib ko'rgan odam beixtiyor ko'ziga yosh keladi. Muhtaram prezidentimizga rahmat aytar ekanmiz. Bu nafaqatgina O'zbekiston xalqiga, mo'min musulmonlarga, balki butun musulmon ummatiga qilingan tuhfa bo'ldi. Mamlakatimizda inson qadrini ulug'lash, aholini ijtimoiy himoya qilish, jamiyatda mehr-oqibat, saxovat va hamjihatlik muhitini mustahkamlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanganini butun dunyo e'tirof etyapti. Ramazon oyi kirib kelganida har yili boshqacha kutamiz. Bu yil nima bo'lar ekan? Ammo bu yilgidek bo'lishini kutmagan edik. Bu yilgi Ramazonni tasavvur ham qilmagan edik. Ramazon kirishidan oldin davlatimiz rahbari o'zlarini qalblaridan chiqib 1 trillion 100 milliardga yaqin mablag' ajratildilar. Va buni vaqf orqali bo'lishligi, ya'ni bu diniy nuqtai nazardan o'z joyiga yetib borsin, Allohning nazoratidagi idora orqali bo'lsin deb vaqf orqali qilindi va minglab xonadonlarga xursandchilik kirdi. Muhtaram prezidentimiz mana Qurbon hayitiga alohida hayit qarorini chiqardilar va Qurbon hayitiga ham qariyb 700 milliardga yaqin mablag'ni yana ajratdilar. 10 mingdan ortiq bolalarga jarrohlik amaliyotini o'tkazish, yana qancha muhtoj oilalar, hammalariga alohida bir yordam berdilar. Biz buni hajda turib eshitib, duo qilib turdik va bu xursandchiliklarimizni eng o'sha yuqori nuqtasi, yuqori cho'qqisi albatta prezidentimizga hojilar holidan xabar olib telefon orqali muloqot qilishlari bo'ldi. Bu balkim oddiy ko'rinar, lekin salkam 40 millionga yaqin xalqimizning tashvishi, siyosiy, iqtisodiy barcha masalalardan oshinib, ortinib, hojilarimiz nima bo'lyapti ekan deb bog'lanib, mas'ul bo'lib turgan kamina bilan gaplashib, nima qilyapti hojilar, ahvoli qanday, nima kamchiligi bor, ularga meni salomimni yetkazing, ular duo qilsinlar deb so'rashligi albatta butun hojilarimiz qalbiga katta bir surur, xursandchilik olib keldi. Arafatda tarixda bo'lmagan 50 mingta xatmi Qur'on yetkazildi. Yurtdoshlarimiz tomonidan shaxsan prezidentimizga Arafatda turib duo qilinglar degani bo'ldi. Hojilarimiz xalq uchun, yurt uchun duo qildilar. Albatta bu duolar ijobat. Chunki Arafat tog'ida qilingan duo ijobat. O'ylaymiz, orzu qilamizki, yurtimiz juda ham obod bo'lib ketadi. Bundan ham rivojlanib ketadi. Bundan ham fayzga to'lib ketadi. Bu yil tariximizda ilk marta prezident hojilari dasturi joriy etilganidan xabaringiz bor. Ushbu dasturga muvofiq el yurtimizga sidq dildan xizmat qilgan 100 nafar yurtdoshimiz, ulamolar, nuroniylar, mahalla faxriylari hamda ularning oila a'zolari davlatimiz rahbarining sharofati bilan muborak haj safariga borish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Prezidentimiz saralab yuborgan hojilar, mana 15 ming kelgan hojilar bilan barobar Minoda ham, Arafatda ham, Muzdalifada ham hammamiz barobar duolarni qildik. Sharoitlar juda yaxshi, behisob shukur. Hamma hojilar nomidan prezidentimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sog' bo'lsinlar, yurtimizga bosh bo'lsinlar, hammalar sog' salomat bo'lsin. Arofat vodiysida bo'lgan hojilarimiz duo va ibodatlar asnosida prezidentimiz va xalqimizga Qurbon hayiti tabriklarini yo'lladilar. Darvoqe 2026-yilning ham haj amallari to'liq ado etildi. Ko'pning duosi daryo deydilar. Bu daryo elni ko'kartiradi, xalqning boshini baland, qaddini tik qiladi. Muhtaram yurtboshimizni hayit bayrami munosabati bilan xalqimizga tabriklarini juda hayajon bilan o'qidim. Muhtaram prezidentimizning Qurbon hayitini mohiyatan qanaqangi bayram ekanligini katta falsafa bilan ochib berganlari meni juda to'lqinlantirdi. Bu insonparvarlik, bu saxovat,
bu bag'rikenglik, tinchlik, mana shularni hammasi bugun yurtimizdagi islohotlarda amalini namoyon qilayotganligi juda to'lqinlanadi. Birgina shu inson manfaati deganni oladigan bo'lsak, masalan, biz shaxsan o'zimni qadrimni topgan inson sifatida o'zimni ayta olaman. Bugungi kunlikda mana shu hajga yuborilishim butun o'zimdan tashqari oilamni shunday xursand qilyaptiki, endi shu o'rinda yana bir narsani, bu bag'ri keng, mehri daryo yurtboshini qanaqangi bir ulug' niyatlari borligini shunday his qildimki, muqaddas joyga borganda yurtboshini duo qilyapmiz, xalqni duo qilyapmiz, kelajak yosh avlodni duo qilyapmiz. Ilohiy duolarimizni ijobat qilsin. Yana shunday bir katta bir mas'uliyat yuklandiki bizga, biz bu yerdan qaytib borgandan keyin mana shu ezgu ishlarda yurtboshimizga, xalqimizga, arkoni davlatga yosh avlodni tarbiyalashda nihoyatda katta bir mas'uliyatli ishlarni amalga oshirishimiz kerak degan burchni zimmamizga yuklab oldik. Muhtaram yurtboshimizga, barcha shu prezident hojilari nomidan, qolaversa hamma shu ziyoratdagi hojilarimiz nomidan chin qalbimdan tashakkur aytaman. Umrlari ziyoda bo'lsin. Prezidentimiz ham shunday qiyinchilik bilan yangi O'zbekistonni qilib qo'ydi. Imom Buxoriy bizdan chiqqanini tanitdi. Islom sivilizatsiyasini qildi. Bu armonda qolgan odamlarning armonini yo'q qilib qo'ydi. Yana dinni nima deyapti? Ma'rifat islomni qilaylik deyapti. Mana shu 5 yil ichida biz O'zbekistonda kambag'al bo'lmaydi dedi. Bu katta ish, katta mas'uliyat bizga nisbatan. Shuning uchun biz hojilar prezidentimiz yonlarida turib, u kishiga kuch-quvvat berib, qilayotgan ishlariga xalqni ichida tarqatib, qishlog'imizga borib, maktabga kiramizmi, o'shaga kiramizmi, tashkilotga kiramizmi, O'zbekistonga qilayotgan muruvvatlarni aytishimiz kerak. Amallarimiz bajarayotganimizda O'zbekistonni hojilari ajralib turibdi. Shu prezidentimizni katta qalbdan qilgan bizga muhabbati bo'ldi. Eslatib o'tamiz. 15 mingdan ortiq hojilarimizni 2-19 iyun kunlari Jidda shahridan Uzbekistan Airways havo kemalari orqali mamlakatimizning 9 ta xalqaro aeroportiga, ya'ni Toshkent, Andijon, Farg'ona, Namangan, Samarqand, Buxoro, Qarshi, Termiz va Urganch shaharlariga olib kelish rejalashtirilgan. Xayrli ishlar davom etadi. Yurtimizga yana baraka yog'iladi. Demak, yaxshilikning sharofati yaxshilikdir.